Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Telekanalimiz Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tayotgan Osiyo Kubogidan reportajlarni davom ettiradi. Nimchorak final uchrashuvlari davom etadi. Har ikkala mamlakatlar madhiyalari yangradi. Endi esa o'yinoldi kichik tadbirlar, sardorlar, hakamlar bilan qur'a jarayonida ishtirok etadi. Undan oldin esa terma jamoa a'zolari bir-birlari bilan salomlashib olishi kerak. Osiyo Kubogi bu juda ham katta musobaqa. Mana shu katta musobaqada katta maqsadlarni o'z oldiga qo'ygan O'zbekiston milliy terma jamoasi alamli tarzda mag'lub bo'ldi. Hozir har biringizni musobaqa o'tkazyapti. O'yinga start berildi. Ko'k rangli libosda mezbonlar. Yuqoridan yetkazib berdi. Zarba yo'naltirildi va hisob ochilyapti. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi 14-daqiqada standartdan unumli foydalangan holda qirg'izistonliklarni ranjitmoqda. Takrorlarda ko'ramiz. Himoyachilar qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Endi havodagi kurashda baribir joy tanlashda ehtiyot bo'lish kerak. To'pga o'ynash bilan birgalikda to'p yo'nalishini kimdir o'zgartirdi. Uzoqlashtirildi. Bundan tashqari holat yo'qmi? Bor edimi? Ali Mahmud. Bor. Bitta futbolchida hozir yaxshi vaziyat Qirg'iziston terma jamoasi darvozabon aldab o'tildi. Hisob tenglashmoqda barobar. Qirg'iziston terma jamoasi Osiyo chempionatida ertak yoshda davom etadi. Ana shu ertak mualliflari hozir bir-birlarini oxirigacha qo'llab-quvvatladi. Endi esa xohlaganicha bir-birlarini qutlashi mumkin. Qolish kerak. Merlan Mirzayev murabbiy suvchi bo'lish kerak. Bunday goldan keyin baribir ehtiroslarni bosib olish uchun, tinchlanish uchun hamma ketadi masalan. Zarba mana mata. Hozir ko'rasiz. Qancha masofa bor edi. O'sha ikkala jamoa nimchorak finalning navbatdagi uchrashuvini o'tkazyapti. Ikkinchi bo'limni mezbonlar jiddiy hujum bilan boshladi. Jiddiy yurish, xavfli hujum. Ali Mahmuddan zarba to'p darvoza ustuni yonidan o'tib ketdi. Kechining yuqoridan to'p darvoza to'siniga tegib qaytdi. Omad mezbonlarni goldan qutqarib qoldi. Hozir ko'rasiz. Qirg'iziston qo'l ko'tarmaydi. E'tibor bering, bu jamoa o'yin davomida hozir mayli deb ham aytmoqchi emasman. Uni hozir yaxshi vaziyat, zarba darvozabon to'pni ushlab oldi. Bugun lyuksni qo'yib yubormayapti, boshqalar ochilyapti. Zarba darvozabon to'pni o'tkazib yubordi. Yaxshi hamki to'rga bormadi. Arablar uchun Qirg'iziston bosim uyushtiryapti. O'yinga diqqatimizni tortamiz. Yuqoridan oshirib berildi zarba. Bu safar ham ozgina qoldi. Xavfli futbolchilar ko'p. Bekjan jismoniy tayyorgarlik yuqori darajada. O'yindan tashqari holat yo'qmi? Zarba gol. Bugungi uchrashuvda Amirliklar hisobni 2-1 ga o'zgartiryapti. Ali Mahmud. Menimcha hozir qarash kerak. O'yindan tashqari holat bo'lishi ham mumkin. Harorati yuqori uchrashuvda golni qanday nishonlayapti, qarang. Var bordi. Cheriga qaytarib berdi Mirzayev, zarba noaniq, lekin menimcha Merlan Mirzayev oldinga qarab to'pni yetkazib beryapti. Zarba! Bu safar esa maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Aziz Sidiqovning zarbasini ko'rdik. Yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Va hozir bo'lyapti to'g'ri Qirg'iziston, lekin yaxshi o'ynayapti. Matar hali ham maydonda. O'yindan tashqari holat, gol inobatga olinmaydi. Matar to'pni Hammadiga oshirib berganda u ofsaydda qolib ketgandi. Qolish kerak.
Qayrat Jigalbekov yuqoridan oshirib berdi. Bir-biriga xalaqit berdi. Mana bu zarba. Rikoshet qo'lga tegmadimi? Qo'lga tegdi menimcha, lekin ataylab o'ynamadi. To'g'risi qizil libosda o'ynagan uchunmi? Koreyani tezligiga o'xshab. Zarba! Juda xavfli lekin noaniq. Valeri Kechin. Yo'q, qadrli futbol ishqibozlari, bu futbolchi mana shunday jarayonga guvoh bo'lishni xohlayapsiz. Yuqoridan to'p yetkazib berildi, bir-birlariga xalaqit berishdi qirg'izistonliklar. Golli vaziyat edi-ku. Tursunali Rustamga qaradi, bu vaqtni hisobga oladi. Yuqoridanmi? To'g'ri zarba! Gol! Gol! Mana bu murabbiyni men tushunyapman. Siz-chi, siz ham tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Qirg'iziston kurashini davom ettiradi. Boya aytib o'tdim-ku boya. Qadrli futbol ishqibozlari. Boya aytib o'tdim. Omad kulib boqadi. Oxirigacha kurashgan terma jamoaga deb. Qarang, Qirg'iziston terma jamoasi nimalar qilyapti. Oxiri borib urdi golni. Qoyil qolish kerak bu jamoaga. To'p amirliklar qisqa tanaffus. Keyin qaytamiz. Davom ettiryapti. Hozir esa Mahmud birga bir chiqib bordi, qayerga zarba berdi. Juda ham golga yaqin keldi, birlashtirib berilyapti. Hammadiy to'pni egallab oldi. Yuqoridan oldinga darvoza bo'sh. Amirliklar futbolchilariga nima bo'lyapti? Ali Mahmudga nima bo'lyapti, o'zi ham bilmayapti. O'sha bosimdan chiqib keta olgani yo'q. G'alabalar, yuqori darajadagi o'yinlarni juda ko'p ko'rganmiz. Penalti. Bunisi endi Qirg'iziston terma jamoasi uchun ortiqcha edi. O'zlari ishlab oldi. Yiqitdi raqibni. Bor penalti. Utman Kadirbekov qaytarmoqchi bo'ldi-ya. Lekin to'p darvoza to'g'ridan joyiga egalladi. 3-2. Dramatik tarzda kechayotgan uchrashuvda birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi hisobda oldinga chiqib oldi. Mustafa Yusupov yuqoridan yetkazib berdi. Zarba to'p darvoza ustunidan qaytdi. To'singa tekkandan keyin ham baribir gol urdik Qirg'iziston deb o'ylagan bo'lsangiz kerak hozir. Hali Vitaliy Lyuks katta sahnaga chiqmadi. Lyuks to'p so'rayapti, o'tib ketyapti. Zarba! Qirg'iziston terma jamoasi oxirgi daqiqalarni yuqori darajada yakunlashi mumkin edi. Omad ularga kulib boqmadi. O'ylagandim to'g'risi. Hakam tushdek chaldi. Bo'ldi. Endi bu jamoa menimcha hozir stadionga tashrif buyurgan muxlislar oldiga borib, ularni rahmatlarini eshitib, ko'ngillarni ko'tarish kerak. Munosib o'ynadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi o'yinlarga qadar xayr, salomat bo'ling.